Homiladorlik tonusi har xil holatlarda bo'ladi. Ichlari 3 kunda, 4 kunda keladigan homiladorlarimiz bor. Boshqa kerak emas nimalarni ichib turgan bo'ladi. Har kuni kelish boshlagandagi tonus o'z-o'zidan ketadi. Ular bir yilda 2 marta ginekolog ko'rigidan o'tsa yaxshi bo'lardi. Adenomioz, endometrioz kasalliklari profilaktik maqsadda qabulga kelib o'tishlari kerak. Uni bemalol davolasa bo'ladi. Nigor opa, mana opacham kichkina srokda homiladorlarda, lekin postoyanniy tonusda yuradilar. Demak, tonusga homiladorlik tonusi har xil holatlarda bo'ladi. Endi hozir juda ham menga bir xil patsientlar ko'p murojaat qiladi. Bu tonusda progesteron gormoni ichishadi, lekin vaholanki ularning ichi qotib qolgan bo'ladi. Ya'ni ichlari 3 kunda, 4 kunda keladigan homiladorlarimiz bor. Ularniki hozir ichini axlatda yig'ilib qolganligini hisobiga bachadonni itarib tonusga tushiradi. Bu yoqdan patsient bekordan bekorga boshqa kerak emas nimalarni ichib turgan bo'ladi. Og'riq qoldiruvchi yoki boshqa progesteronlar. Bularda bu mana shunaqa holat menda ko'p bo'ladi. Patsientlarimiz ichini yumshatganimizdan keyin, ya'ni ichi har kuni kelish boshlagandagi tonus o'z-o'zidan ketadi. Tushundingiz? Ayollar qanchalik tez-tez ginekolog ko'rigidan o'tib turishlari kerak? Demak, ayollar bir yilda 2 marta ginekolog ko'rigidan o'tsa yaxshi bo'lardi. Sabab hozir bachadon bo'yni eroziyasi kasalliklari ko'p. Ya'ni undan tashqari bachadon bo'yni saratoni kasalliklari ko'p. O'shalarni aniqlash maqsadida. Bundan tashqari ayollarda hozir ko'p adenomioz, endometrioz kasalliklari ko'payib ketyapti. O'shalarni tekshirish maqsadida qabulga kelib profilaktik maqsadda qabulga kelib o'tishlari kerak. Uni bemalol davolasa bo'ladi. Homiladorlikni rejalashtirishdan oldin qanday tekshiruvlardan o'tish kerak? Demak, homiladorlikni rejalashtirishdan oldin hozir bizda O'zbekiston ayollarida meditsina savodxonligi kuchaydi, ya'ni o'zlarini check-up qilish yo'liga o'tishdi. Demak, check-up homiladorlikdan oldin check-up qilishda, demak, bachadon qin surtmasi, bundan tashqari umumiy qon tahlili, peshob tahlili, yana vitaminlar tekshiruvlarini o'tkazamiz. Shundan keyin homiladorlikka ruxsat beramiz. Agar vitaminlari pasayib ketgan bo'lsa yoki masalan qinda ozgina shamollashlar bo'ladigan bo'lsa, ularni lecheniya qilib homiladorlikni rejalashtiramiz. Infeksiyalar ayollar sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi? Demak, infeksiyalar har xil infeksiyalar deydi. Bizani nima tilda to'rch infeksiya deyiladi. To'rch infeksiyalar mudroq shaklda bo'ladi va qo'zigan shaklda bo'ladi. Demak, mudroq shakldagi infeksiyalar ayolga unaqa yomon ta'sir qilmaydi, chunki ular biriktiruvchi to'qimalarning ichida yashaydi. Ular qachonki qo'ziydi, qachonki ayolda masalan isitma chiqib ketsa yoki biron bir virusli infeksiyalar qo'zib ketsa yoki ayol kishilar ozishga harakat qilayotgan bo'lsa, ana o'shanda infeksiyalar qo'zishi mumkin. Agar infeksiyalar qo'zisa, ayolda demak qin sohasida, именно ginekologik tomondan qaraydigan bo'lsak, qin sohasida achishish, qichishish, og'riqlar, diskomfort bo'ladi. Demak, intim отношениyadan keyingi qichishlar holatlar rivojlanadi. Agar shunaqalar bo'ladigan bo'lsa, biz unda infeksiyalarda именно qin sohasidan infeksiyalarga PCR analizi bilan tekshirib olamiz. Bundan tashqari surtma va bak passiv bak ekishlarni olamiz. Nigor opa, ro'za tutayotgan ayollarimizga nimalarni tavsiya bergan bo'lardingiz? Demak, ro'za tutayotgan ayollarga men ro'za Ramazon oyini juda ham yaxshi ko'raman. Boshqa ayollarga o'xshab, ro'za Ramazon oyida odamlar demak parhezlanadi. Ya'ni icheklari tozalanadigan oy, yangilanish icheklarida yengillanadi. Shunga juda ham yaxshi ko'raman. Demak, odamlar ro'za Ramazon oyida hamma narsani podrяд yeyverishmaydi, o'zligini tiyishadi. Shuni hisobiga ichkaridagi, icheklaridagi o'zgarishlar rosa ham chiroyli tomonga o'zgarish bo'ladi. Shunaqa holatda men demak ayollarimizga nimani tavsiya qilaman? Vitamin B gruppalarini ichib yurishini tavsiya qilaman. Vitamin D larni, sink, biotinga boy bo'lgan vitaminlarni ichib yursa, ro'zadan rosa chiroyli chiqib olishadi.